ilmni sifatli bo'lishini nima ta'minlab beradi va bu ta'minotni Sorbon universiteti rasmiylar deylik, siz aytib o'tgan butun boshli komanda, professor, o'qituvchilar tomonidan bugungi kunda faqat qog'ozlarda emas, amalda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Ta'lim tizimida shu 15 yildan oshiq ishlayotgan bo'lsam, nimaga talabalarni ta'limga qiziqishi, bilimga qiziqishi nimaga sust degan savol bor. Bilasiz, baribir umumiy respublikamiz miqyosida 500 mingdan oshiq talaba o'qiydigan bo'lsa, shularning bir qaysidir foizlari baribir quruq diplom uchun yurgan bo'lishi mumkin. Boshqa juda ko'p holatlar bor. Endi bunga detalni to'xtalmayman. Lekin talabani bilimga qiziqtirish uchun, ta'limga qiziqtirish uchun nima qilishimiz kerak degan savol bizda o'sha alohida bir mutaxassislarimizni, alohida bir rahbarlarimiz oldida turgan savol. Chiroyli kampus qildingiz, yaxshi professor o'qituvchini olib kelib qo'ydingiz, lekin talaba darsga kelmasa, qiziqib kelmasa, unda sifat bo'ladimi degan savol bor. Talabalar qachonki universitetga chopqillab yugurib keladi bilim olgan, qachonki u shu universitetda o'zini borligini his qilsa, qachon u borligini his qiladi, qachonki shu talaba uchun ijtimoiy hayotda bir koordinatorlikmi, liderlik qobiliyatini singdira olsak yoki biror bir klubni boshqaruvini bersak yoki shunga o'xshagan bir tadbir deymizmi yoki bir ijtimoiy hayotda bir sektorlarini to'g'ri yo'lga qo'yib talabalarni to'liq jalb qilsak, talabalarda o'zini boshqarish institutini to'liq rivojlantira olsak, u yerda men o'ylaymanki, rahbariyat faqatki boshqa ilmiy yoki boshqa dunyoviy miqyosda rivojlanish uchun ishlaydi, talabalar o'zini o'zi boshqaradi har doim.